Assalomu alaykum. Qora mushuk ko'rish turlicha talqin qilinadi. Ma'nosi tushdagi holat va sizning his-tuyg'ularingizga bog'liq bo'ladi. Qora mushuk tinch bo'lsa, atrofingizda yashirin niyatli, lekin hozircha zarar qilmayotgan odam borligini bildirishi mumkin. Ogoh bo'lish kerak. Qora mushuk hujum qilsa yoki tishlasa, hasad, dushmanlik yoki orqangizdan qilinayotgan g'iybatni bildirishi mumkin. Qora mushuk sizga qarab turgan bo'lsa, sir saqlayotgan ikkiyuzlama odam borligini anglatishi mumkin. Qora mushuk yo'lingizni to'sib o'tsa, rejalarda qiyinchilik, to'siq yoki shubhali qaror oldida turganingizni bildiradi. Qora mushukdan qo'rqmasangiz, siz muammolarga bardosh bera olasiz, chunki siz kuchli insonsiz. Sizning kuchingiz bor.